Assalomu alaykum. Farovon hayot Mirzabek kanalini kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoqdagi guruhdoshlar hamda yuqoridagi tashkilotlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Barchani kirayotgan yangi yil ayyomi bilan tabriklayman. Mana bugungi video efirimdan chiqishimdan maqsad ya'ni kim murojaatchimiz Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani To'xtamish mahallasidagi fuqaro Ziyayev Muhammad Ali Mardonovichdan bu fuqaro menga murojaat qilyaptiki, xuddi bundan xabaringiz bo'lsa bir hafta oldin murojaat qilgan edim. Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on mahallasida istiqomat qilayotgan Norchev Ro'zmurod Tirkashevich fermer xo'jaligini noqonuniy tartibda yerini o'zlashtira olganligi bo'yicha mana xuddi shunday holat bo'yicha yana noqonuniy xatti-harakatlar bor deb yana fuqaro shu muammo bo'yicha menga murojaat qilib chiqib keldilar. Mana hozir o'zlari shaxsan yonimdalar. Bu yoq 2006-yilda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani hokimligi bilan ijara shartnoma asosida hozir mana aytib o'taman. O'sha 2006-yilda murojaatchi yer 2 gektar 70 sotix yer maydonini bog'dorchilik bo'yicha, ya'ni uzum ekish bo'yicha yerda aksionda olganlar. Yer 2008-yilda fuqaro o'zi Qozog'istonda ishda bo'lgan. Bu fuqaroni o'rniga dadasiga yozdirib, endi aytishligi bo'yicha dadasiga yozdirib yerni dadasi topshirgan bo'lyapti. Lekin aslida boshqa fuqaroni nomidan boshqa fuqaro hech qanday yozishi mumkin emas. Yozgan taqdirda ham u hujjat qalbaki hisoblanadi. Chunki bu fuqaro o'sha yerini olib qo'yganligidan umuman xabari yo'q. Xullas mana qolgan ma'lumotlarni mana bemalol o'zlaridan eshitishingiz mumkin. Aka mana bemalol ommaga o'zingizni tanishtirib o'tishingiz mumkin. Bemalol mana jonli efirga ketyapti. Hech qanaqa bir montaj yo fonogramma kesib ketish holatlari bo'lmaydi. Nima holat bo'lgan bo'lsa bemalol salmoqroq so'ralingda. O'zingizni bemalol tanishtirib, nechinchi yilda nima bo'lgan, kim nima qilgan, qaysi hokimga borganingizda, hokimlar sizga qanday munosabatda bo'lgan, sizning muammongizni qay tartibda eshitgan, nima bo'lgan, hammasini batafsil aytib o'tsangiz va siz kimlarga murojaat qilgansiz, nimalar qilgansiz, barisini aytsangiz, mana o'sha yuqoridagi tashkilotlar ko'radi buni, o'sha fuqarolar ko'radi, o'ziga qonuniy tartibda baho beradi, yuqoridagi tashkilot xodimlari hamda fuqarolar o'ziga shaxsiy fikrini yozib, o'ziga xabardor bo'lishadi. O'zingizni tanishtirib o'ting bemalol. Assalomu alaykum, yuqoridagi tashkilotlar. İsmim Ziyayev Muhammad Ali Mardonovich. 2006-yil kim ochdi savdosida auksionda yutib olgan fermer xo'jaligimda 2008-yil fermer xo'jaligimda hozir endi nima desa bo'ladi, optimallashtirish sababli qalbakilashtirib, men fermer xo'jaligimni tortib oldi deb qilmagan murojaatim, bormagan joyim qolmadi. Xalq qabulxonasi, Respublika xalq qabulxonasigacha bosh prokuratura bilan murojaatlarim ko'rib chiqilish uchun Oltinsoy tumaniga yuborildi. Oltinsoy tumani oq qog'ozda xohlaganda qoralab yuboraverdi. Xohlab nima yozsa oq qog'ozga shu bo'lib ketaverdi-da. Bu akamiz aytishlariga bunaqa suhbatlashganda nima dedi, Oltinsoy tumanidagi O'roljon degan Oltinsoy tuman matbuot xodimi O'rol aka, men sizga bitta gapni aytib qo'yay. Otasi yozdi deyapsiz. Isbotlab bering. Otam hozir insult olib to'shak deyapsizlar ham hozir ham yozadi, o'ng qo'llar ishlaydi. Hozir yozdirib ko'rsating. O'rol aka, sizga aytib qo'yay. Siz hech qachon noto'g'ri ma'lumot bermang. Yolg'on ma'lumotlarni Oltinsoy tumani ichki ishlardan ham oldim, yolg'on ma'lumot. Prokuraturasidan ham oldim, hokimiyatidan ham oldim. Xo'p, mayli. Oltinsoy tumani prokurori nima uchun protest kiritildi? Qaror qonun talablariga zid deb sizlarni chiqargan
meni fermer xo'jaligim tugatish haqidagi qarorni qonun talablariga zid deb ko'rsatib berdi. Ekspertiza xulosasi noma'lum shaxs tomonidan bajarilgan deb o'tirdi. Otam Mardon tomonidan yozilgan bo'lishi mumkin deyilgan. Yozgan deyilgani yo'q ekspertiza xulosasida. O'rtoq O'rolboy, siz yaxshilab o'qib ko'ring, xulosa mana xulosa. Shu yerda men yozgan bo'lishi mumkin deb gapiryapti, lekin hech qachon otam yozmagan. Otam shu tergovga ham bit mana shu tergovchiga ham Oq Jumayat yozuvidan tergovchilar yozib bera olmadi. Hammasi elektronda bo'lib ketgan, Oq Jumayat yoza olmaydi. Oq Jumayat yaxshi kolxoz buxgalter bo'lib ishlagan, bosh buxgalterga shu vaqtgacha fermer xo'jaligi rahbari bo'lib ishlab kelgan. Oq Jumayevning yozuvidan nomini topolmagan. Akajon bir minutga to'xtang. Oq Jumayev kim deb fuqarolarda yuqori turuvchi tashkilotlarda savol tug'ilishi mumkin. Bu Oq Jumayev degan fuqaroni o'zini ham o'sha uzumzor bo'lgan, necha gektar bo'lgan uniki? 2-10 sotixmi, 5 sotixmi? 2 gektar, 5 sotik yoki 10 sotik bo'lgan o'sha Oq Jumayev degan fuqaro o'zi aslida buxgalter bo'lgan, bu akani buxgalteri bo'lgan. Bu aka unga ishonib, buxgalterim bo'lish kerak, ba'zi uni buxgalter qilib olgandan keyin mana bu pechat. Mana pechatni o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Bu pechatni bu o'sha buxgalterga berib qo'ygan ishonib. Buxgalter keyin nima qilgan mana bu yerda yozilgan, lekin bu aslida buni otasining ham yozuvi bo'lib chiqmagan. Dadasi yozib berdi. Dadasiniki bo'lgan taqdirda ham dadasi yozib o'g'lining nomidan yerni topshirishi mumkin emas. Yerni chunki aksiyonni bu fuqaro sotib olgan. Ushbu arizani yozishimdan maqsad o'tdi. Mana o'sha Oltinsoy tumani hokimi kim bu? R.Y. Alimovga bu murojaatimiz. Hozir balkim boshqa tashkilotlarda ishlayotgandirlar. Xullas, bu yerda bunday bo'lyaptiki, ushbu arizani yozishimdan maqsad, ya'ni men rahbarlik qilayotgan deyapti. Kim bu? Alisher Ziyayev nomli fermer xo'jaligi bilan 2006-yilda tuzilgan hokimligi o'rtasida tuzilgan uzoq muddatli yer ijara shartnomasini bekor qilishingizni va men egalik qilayotgan 272 gektar 70 sotikga yer maydonligimni deyapti. Mana Rajiddin Boyberdi fermer xo'jaligiga. Mana bu nima yozilgan? Uzr, endi bu yoq telefondan chiqartirib olib kompyuterga yozishga savollar mana bo'lyapti. Mana bilmaydi, mana bu yozilgan yozuv. Xullas, tuman hokimining zaxira yer fondiga qaytarib olishligingizni shu tomondan mening Alisher Ziyoyev nomli fermer xo'jaligimdagi 2 gektar 70 sotikga yer maydonimni Sirojiddin Boybunmadi bu? Boybori nomli fermer xo'jaligiga qo'shib berishingizni iltimos qilib so'rayman deb yozilgan, lekin aslida bu yozuvda aytayotki, bu birinchidan kompyuterdan chiqqan. Bu yozuvlarni kompyuterda yozilgan. Faqat buni bu fuqaroni dadalarini pocherti deb mana bu orada qo'lda yozilganlarni aytib, lekin bu ham ekspertizaga berilganda bu aniq buni otasiniki ham bo'lishi mumkin degan, aniq deyilmagan, bo'lishi mumkin deyilgan. Pechatga keladigan bo'lsak, pechatni bu yerda o'zi fuqaroni o'zi buxgalterga berib qo'ygan, ishonch bildirib. Ya'ni men o'yimda undan keyin balkim bu skaner bo'lishi mumkin. Men mutlaq bu pechatni ham o'zingiz berib qo'ymagansiz. Yo'q, berganim yo'q. Men bu skaner qilingan bo'lishi ham mumkin. Noma'lum, endi ekspertiza prokuror protest kirityapti. Balkim deyapman. Lekin imonni kompyuterda yozilib, bu yozuvlar otam bundan chiroyli yozadi, undan yaxshi imzo ham bo'lyapti. Undan keyin qarang aka, bunday bo'lyaptiki, prokuror protest kiritgan bo'lsa, prokurorni protezini hokimiyat bekor qila oladimi degan savol bor. Protez qilingan, lekin hokimiyat bekor qilyapti. Hurmatli Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov janoblari, bu murojaatimiz shaxsan sizga. Surxondaryo viloyatida bundan tashqari ham bir nechta norozi kayfiyatdagi fuqarolar chiqyapti. Bu narsaga, bu murojaatimizga o'zingiz shaxsan o'rganib chiqib, qonuniy baho berasiz degan umiddaman men.
ko'z ko'rdi, ko'rinib turibdi-ku, prokuror protez kirityapti, prokuror protezini hokim bekor qilib, hokim yerni zaxiraga qayta chiqarib olishi mumkin. Fuqaroni Temboli aksionni sotib olgan shartnoma shartlarini hokimiyat bilan o'rtasida kelishuv bo'ladi, davlat bilan o'rtasida kelishuv bo'ladi. O'sha shartnoma shartlarini bajarmagan taqdirda deyapti. Bu akaga aytdim, men planlar naloglaringiz to'laganmiz vaqtida deyapman. To'laganman deyapti. Bog'ingizda uzumlaringiz bordimi? Bor deyapti. Nima ekan? 10 gektardan yuqori bo'lgan yerlar ekan. Nega shu fuqaroga aytdim, nega siz o'zingizga taklif kiritishmadimi? Shu yer maydoningizni qo'shimcha ko'paytirib olasizmi degansa, yo'q, men yerim hatto ketib qolganini ham bilmadim deyapti. Mana nima so'raysiz? Mana qishloq xo'jaligi vaziri zirligidan, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Navotirli Yo'ldoshevdan, Ichki ishlar vaziri Aziz Toshpo'latovdan, bosh vazirimiz Abdulla Oripovdan hamda shaxsan o'sha yurtboshimiz har videomda aytaman, fuqarolar bilan murojaatda ham aytaman. O'sha Shavkat Mirziyoyevga mana murojaatlarimiz. Tuman hokimi bu fuqaroni o'zi shaxsan tuman hokimiga boryapti. Lekin prezidentimiz nima deyapti? Ey, tur, ishla, chiq deb. Hatto o'zimizni shaxsan Toshkent viloyatining hokimi Zoir To'yrish fuqarolarning xonadoniga borib ishlayapti. Ko'ryapti, o'rganyapti sharoitlarni. Qo'ldan kelgancha kambag'allikni qisqartiryapti. Mana shaxsan kecha o'zimizda Toshkent viloyati Bo'ka tumani Mirzabek mahallasiga yaqindagina saylangan Sardor aka degan hokim Dadajonovich, uzr ochqo'larni aytishdan og'riman. Sardor Dadajonovich mana shaxsan kecha yakshanba kuni hokimiyat xodimlari bilan birgalikda fuqarolarning murojaatini eshitish uchun joyiga chiqib boryapti. Bu yakshanba ekan, men dam olish kunim ekan demayapti. O'rganinglar, mana shunga Bo'ka tumani hokimiga o'xshagan hokimlar ko'paysin bizdan. Boshqa viloyatlarda ham, boshqa tumanlarda ham mana Zoir To'yrovich chiqib ishlayapti. O'rganinglar, hurmatli Ulug'bek Qosimov, balkim sizning bundan xabaringiz yo'qdir, balkim xabaringiz bo'lgandir. Bu narsaga o'zingiz bir jiddiy nazoratga olib, qonuniy tartibda chora ko'ring. Bu fuqaro 2008-yil bo'lsa, hozir mana 25-yil, 17-yil, 18-yildan beri bormagan joyim qolmadi deyapti. Qanday tushunish mumkin bu holatni? Mingdan oshiq murojaat qildim. Mingdan oshiq mana gazetalarga soxtalikka ortida kimlar turibdi maqolasiga ham hech kim hech qanday javob bermadi. Qo'rg'on tongida chiqqan. Bu Erkinjon Turdiyevning o'ziga uchrashgan paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdiyev Afg'onistonga ketib qoldilar. Shu vaqtda Oltinsoy tumani mutasaddi rahbarlari, hokimiyat menga laqab ham qo'yib olgansizlar. Menga uni qizig'i yo'q, lekin buni otam yozmagan, aytib qo'yay men sizlarga. Sizlar qachon bo'lsa yolg'on ma'lumot berilaring, 35 tadik tomorqa so'rayapti, buni bera olmaymiz deb yer fermer xo'jaligini bermadilar. Men buni aksiyada pulga sotib olganman, bepul olmaganman. Nima qilib olgansiz? Shuni boya siz menga aytdingiz, ommaga ayting. Nima qancha molingiz bo'lgan xonadoningizda, siz hatto hokimiyatga borgan vaqtingizda nimalar bo'lgan? Ayting ommaga hammasini. Bu hozir o'sha prezidentimiz yana bir o'rnida aytaman, umrlar uzoq bo'lsin, Shavkat Mirziyoyev jurnalist va blogerlarni 4-chi hokimiyat qilib qo'ydilar. Ochiqlik, shaffoflik bor joyda haqiqat bor joyda ish rivojlanish bo'ladi, xalq rozi bo'ladi ochiqlik bo'lsa. Gapiring mana ommaga, nimalar bo'lgan, nima qo'ygan holat bo'yicha. Xudo xolasa Surxondaryo viloyatiga, xudo xolasa yangi yildan keyin men shaxsan o'zim so'roq-surishtiruv ishlarini olib borish uchun shaxsan tashrif buyuraman men. Aytib o'ting nimalar bo'lganligini. Sizga qanchalar zarar yetkazgan, qancha harakat qilyapsiz? Men mana ichki ishlarda 9 oy mobaynida tergovda yurdim. 9 oy ham tergov davom etaman. Lekin shunda ham qanoatlantiriladigan natija olmadim. Chunki Oqijumayevning yozuvidan nomini topolmaganimiz. Oqijumayevning yozuvi desam ham hozir elektron ketgan, Oqijumayev yozishdan chekkalagan, yozish xullas bironta hujjatdan olib ekspertizaga bermadi. Ekspertiza xulosasi Oqijumayev yozuvi bo'lmaganligi uchun noma'lum shaxs tomonidan bajarilgan deb topib beryapti. Noma'lum shaxs otam yozib beradi. Hozir boringlar, otam insult olgan 40-yillar, 1940-yillar. Hozir yozib beradilar. Yozuvdi, bundan yaxshi yozadilar. Oliy ma'lumotli o'qituvchi bo'lganlar, otam yozmagan, 100% garantiya beraman. Imzoni ham qo'ymagan. Pechatga keladigan bo'lsak, pechat balkim skayner bo'lgandir, balkim buxgalterim bo'lgan, kolxoz endi
Vaqtida oddiy kolxozchi edim. Men o'zim bog' yetishtirganman, o'zim ekkanman, o'zim tikkanman. Uni auksionda o'zim sotib olganman. Auksionda sotib olganimdan keyin endi ustodga borish kerak, отчет topshirish kerak.